Ovozingga barkat tilayman. Chiroyli bir usulliq naqsh bo'libdi mana. Qadrli do'stlar, Abdumurayillik Xalq uchun doktorxonasi alayda hamkorlashgan bir piyola choy suhbatimizga Muqam ansamblining talantli naqshchisi Doniyorni taklif qildik. Yaqinda Doniyor Vaydade degan bir naqshni aytdi. Bu xalq naqshi ekan. Mushu naqsha Tianshanning janubining shimolining bir gap qilasiz, ukam. Bu naqsha ustoz endi xalqning naqshisi, teksti muzikasi deymiz. Lekin shu G'ulji tarafda Shimol Shinjongda barliq kelgan naqsha. Bu naqshini 2003-yil deymi. Shu Asanjon Tursun akamiz Ahvaykam deymiz. Shu bir VCD chiqargan vaqtida shuningga aytgan naqsh deb bu. Men qatnashgan shu VCD'dagimi. Shu chaqda qulqumga bek chiroyli anglangan naqshdi. Keyin hamda ancha-muncha bu yerda anglamadik, lekin mushu İpek yolunun bergen bir fursatida mush naqshni bir qaytadan akkordlashtirib bir xalqqa sunish istigi bilan mush naqshni ip keldim. Şu ayni chaqda qulog'ingga yaxshi anglanganligi uchun sana arzibdi. Hamda sen ijro qilgandan keyin chuqum boshqalarga yaxshi anglandi deb qarayman, ukam. Seninki mushu G'ulji naqshlariga, xalq naqshlariga ovozing quyib qo'yganda mok tushadigan ovoz, sening ovozingga barkat tilayman. Bundan keyin sen onun üstüge bizning İpek Yol Sadası'nınki naite, golluq, küşlük mahirinin birisi. Bizge yakın turuşunu ümit kılıma. Şunda qilib turib, bugungi suhbatimizning vaqti sal qisqa bo'lib qoldi. Lekin shunda bo'lsa-mu, asosiy gapni divaldiq. Chunki Vaydade degan naqshininki tavalligini bildik. Uning ustiga uni julalandiga adamdan xabar topdik. Hamda Abdumurayillik Xalq uchun doktorxonasi Muşu Şinjan'daki her millet halkıga salametlik tileydi, sağlam yürek tileydi, ruhi keyfiyatımızın üstün buluşunu tileydi. Her millet halkının salametlik üçün tırışıp atkan, küreş kılıp atkan Abdumurayillik Xalq uchun doktorxonasiga alayda rahmetimizni bildirişi bilen bugungi bir piyal çayımız soğuk qolmasda suhbatimizni oxirlashtirib olamda. Shunda qilamsa, ma'qul, rahmat.
vayda de. Şadlık kuram sizge bizge ya dost vayda de. Salam ustozlar. Armag'aysizlar, ko'p jafo chekdinglar. Menki Daniyar Abduvalidan hammanglarga o'ttiq salom. Rahmat Daniyar. Al so'rab kelganingga. Biz hammamizning yaxshi tilaklarimiz yana davomli sizlar bilan birga yaxshi bir ijodiy kuylaringlarni ko'plab anglab turishni umid qilamiz. Oygul Ma'lumning yaxshi baholari bilan Şair geldi. Rahmat aka, mening savaqdishimga shundoq bir ta'riflash fursati berganingizga. Daniyar meniki bakalavr o'qiyotgan vaqtimdagi savaqdishim. Ham o'qish bitagandan keyin izchil shu muqom ansamblida o'zininki iqtidorini namoyon qilib kelayotgan shundoq yaxshi bir do'stim. Rahmat. Sahnaga shunda chiroyli bir dasturxon bilan kelibsiz. Biz huzurlandik. Rahmat sizga. İşleriniz texmi yaxshi bo'lib ketsin. Rahmat. chiroyli bir usulliq naqsh bo'libdi mana. Ila tarafdan usulliq naqshlar sal kamroqchi. Shu munkuylar yomon ko'p mushu ilining naqshlarini davomli anglaymiz. Mushu usulliq naqshlarning ichida ilining naqshlari kamroq. Bo'pmi bu yaqindan beri qimandaq ammaviy so'rinlarda o'ynalayotgan usulliq naqshlarni ko'pi Janubiy Shinjang, Atush, Qashqa, Xotan mandaq bo'layotgan. Mavi yana boshqacha bo'pti. Rahmat ukam. Ovozingni anglab turayli davomli. Rahmat. Yıllık ağrıyan Daniyar. Mesela mektep kelgenden başlap tanışıp bana hazır kelgeçe sempen değişmey bir idarada bir işxanada ikimiz. Keçidilam ağrılımız gündüzde asasiyetim bille. Ağrıyanның birisi her qanda işimiz olsa yenimiz turduğan bağ məsləhət qıldıgan yaxşı bir biraderim bu. İşlerin yaxşı bolsun, ailen teximi salamet. Turmuşun köngünlük bolsun adaş. Bunun keyin kişilerin yana ortak tirişimiz. Salamet bolsun. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat ustozlar. Salomat bo'linglar. Armag'aysizlar, jafo chekdinglar.